Ardamdan eshik ochib bo'lmaydi O'zbekistonga o'xshab. Yolg'on ishlatib olganman. Uy olish Germaniyada qiyin. 800 dan 800 bo'lgan. Germaniyada yomon tomoni uy 90% 0 400. Xo'sh, bugun sizlarga o'zimni shaxsiy uyimni obzor qilib ko'rsataman. Til kursiga kelgan talaba qanday qilib Germaniyada qanaqa holatda uyda yashaydi, shu narsani ko'rsatib beraman. Ketib kiramiz. Bu mening uyim. Bu yerda kursiylar bo'ladi. Mana ism familiyam yozilgan. Shu chalsa meniki to'g'ri boradi. Men bu yerda ikkinchi etaj yashayman. Nemislarda o'zasidan 0-etajam bor. Mendan boshqa oldingilarni aytishgan. Asosan hamma qo'rqadigan narsa Germaniyaga kelganlarda meni pochta qutim 201. Hozir xat yemagan, misol uchun ochib ko'rsatsak bo'ladi. Bizda har kuni lekin xatni tekshiramiz. Biz majburmiz ham, chunki nimadir kelishi mumkin. Hech nima yo'q. Ketdik, endi tepaga chiqamiz. Mening shunda 201-uy. Bitta narsa bor, Germaniyada eng yomon narsalardan biri tashqaridan bunday eshik ochib bo'lmaydi O'zbekistonga o'xshab. Buni faqat kalit bilan eshiklardan boshqa holat yo'q, shunisi bor. Yomon holatlardan biri. Rams bir kishilik uy hisoblanadi meniki. Asosan Zigen shahrida sentrda hisoblanadi. Bu yoqdan uy olish qiyin. O'rta tomonlama bu uyda olishda menga osonchilik bilan olib qo'ymaganman. Boshida sal qiyin bo'lgan, haqiqatda. Lekin o'rtada yolg'on ham ishlatganman uyda olish uchun. O'ziga yarasha uni ham sabab bo'lgan. Bu uy qanaqaki bitta domda faqat studentlar yashaydi. Faqat studentlar, boshqa hech kimga bermaydi. Men nima qilganman? O'zbekistondagi student ID bilan mana shu 3+1 qilib kelganman deb turib, yolg'on ishlatib olganman, majbur bo'lganman. Bo'lmasa uy berishmagan, uy topishi o'zi mendan oldin kelganlar ham aytib o'tishgan, hali ham aytishadi ham, uy olish Germaniyada qiyin, juda qiyin narsa. Depozit qo'yasiz. Depozit degan oldindan to'lov, keyingisi uyni to'lovini qilasiz. Men depozitim o'rtacha 800 dan 800 bo'lgan. Uyni to'lovi esa o'rtacha 400. 400 nimalar kiradi? Svet, suv, gaz kiradi. Meni uyimda Wi-Fi yo'q. Radioga alohida to'layman. Radioga ham qanday? Qo'shnim bilan birga radio to'layman. Qo'shnim taklif bergan, Germaniyada shu narsa mumkin. Cheating qilsa bo'ladi. Tipa qonunni buzgan bizsa ham deb o'ylayman. Endi lekin buzish ham emas bu narsa. Ikkalamiz birgalikda to'laymiz. Oyiga 20 eurodan radio bo'lmasam studentlar. Ko'rasiz, misol uchun kelsanglar bo'ladi, bir kishilik yotoq, kerakli narsalar, o'zimizga kerakli narsalar, misol uchun utuk, albatta, men hamma narsa bor. Yo dars qiladigan joyimiz. Hamma narsa bor, misol uchun. Bu yerda nimasi yomon? Bizda svet bitta mana. Menimda yomon tomoni svetda mana shu bitta dona bor. Boshqa tepada svet yo'q. Mana tepamda svet yo'q. Shuning uchun обязательно bunaqa narsani olish kerak. Bu yoqda qiynaladi odam. Shundan keyin uyda birinchi olganda har doim dogovor olasizlar. Mana shunaqa narsa beradi. Juda kattalik narsa. Buni ko'pchilik biladi. Bu yoqqa kelib turganlar ham, kelganlar bilan aniqroq. Mendan oldin ham aytishgan. Просто ko'rsatib o'tyapman haqiqatda qonunni olgan. Kelganlardan keyin sразу anmelding notasi. Anmelding bu tipa propiska deyiladi. Mana shu hujjat beradi. Rathaus olinadi. Keyin buni olish uchun birinchi bu hujjatni berishlaring kerak. Bu bilan bu narsani bersalaring, shu narsani berasizlar. Anmelding bo'lsa, hamma narsa eshik ochiq. Karta ochtirishga, ishga kirishga, keyin почти hamma narsaga eshik ochiladi. Anmelding hamma narsa yopiq hisoblanadi. Mening uyimda nimalar bor? Oshxonam bor. Oshxonam qanday deb o'ylaysizlar? Oshxona shkafning ichida. Sizda shunaqa. Qiynalaman. Uyda ovqatlanamiz, uyda ovqat qilamiz asosan. Nimasiga qiynalamiz? Hidiga. Buni aylantirib, dimoxod o'sha narsasi yo'q.
derazani ochib turib shunaqa ovqat qilamiz. Har doim ovqat qilamiz. Misol uchun mana bugun ham ovqat qilganmiz. O'zimga bu ukam bilan birga yashayman. Pastda turadi, bir qo'shnimiz, birga ovqat qilib shunaqa qilib yashaymiz. Oddiy unaqa bagati emas. Keyin musullar ataylab tashamay ko'rsatgan sababi Germaniya haqiqatda mana isbotlab ko'rsatish uchun alohida shuna chiqindisi, nima deydi, bioniki bioga, bu aralash, keyin mana bu yoqda qog'ozlar, alohida qog'ozga yig'aman. Baklashkani, undan oldin videomni ko'rsatgan, baklashgan mana shunday yig'iladi. Bu bizda shkaf, kiyim javon shunaqa bitta beradi, polni. Men unaqa tartibli insonman deb tan olmayman. Tozalikka iloji boricha qaramayapti, to'g'ri. Bu tepadagi narsa, tepadagi shkafimiz. Keyin bitta nimaga bu narsa turibdi desa, savol. Bu yerda misol uchun o'zimning do'stlarim, o'rtoqlarim mening uyimga mehmonga kelsa, men shu misol uchun mening Germaniyada yomon tomoni uy 90% nol holatda beriladi. Ichida bunaqa shkaf, kuxnya yo yotadigan stul, boshqa narsalar bo'lmaydi. Hamma narsani iloji boricha o'zimiz to'ldiramiz. Bu narsani ham ko'chadan topib olganman. Ochiqni aytaman, ko'chaga qo'yib qo'yishadi. Yangi narsalarni ishlatib olgandan keyin olib kelganman. Sababi nimagaki, o'rtoqlarim biron bir kelsa, men uyimda qoladigan bo'lsa, men shuni yozib, bemalol yotsa bo'ladi, tayyor. Bu yo'q, shkafim pastiga ko'rpa, yostiq alohida qilib qo'yganman. O'zimiz mehmon uchun o'rtoqlarim kelib turgan paytda. Shunaqa. Keyin bizda mana kelganimda bo'lgan bor narsalar shu bo'lgan, bu bo'lgan. Keyin oshxona, shkaf, pastimizda divan bo'lgan bo'ldi. Bu kresloim bo'lmagan. Buni ham ko'chadan o'shanda Kleine Zagen deyiladi. O'shandan sotib olganman arzon narxga. O'zi narxi 130 mi, 140 yevro edi. Men buni 30 yevroga ham olganman. Sababi unda o'tirish noqulay. Buni biz endi xom taxta qilib qo'yganmiz, ovqatlanadigan. Shu endi meni ko'rsatadigan bo'lsa yana bitta, meniki asosan eshik, deraza, uyim orqa tomonga qaraydi. Bu yog'imizdan ko'radigan bo'lsanglar, shaharda orqa tomoni, poyezd o'tib yo boshqa narsalar. Endi sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bundan ko'rsataman. Aytgancha, bu yoqda xususiy parkovka, uyda parkovkasini beradi, bermaydi emas, faqat 50 yevro oyiga to'lash kerak. Unga dalcha alohida. Keyin past ko'radigan bo'lsanglar, gilam, o'zbekchilik. Bu gilam bo'lmagan, bu ham. Uy bo'lmagan. Bu narsani o'zim olib kelganman, o'sha Kleine Zagen degan narsadan. Kesanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zimizning oyoq kiyimlar. Bu bizda vannamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh. Hamma narsa bor. Shart-sharoit. Xo'sh. Shunaqa bizda unaqa nima deydi, bagati, oligarx bo'lib yashamaymiz, to'g'ri. Bu boriga shukr, yo'g'ida sabr. Shunaqa ko'rsanglar bo'ladi. Keyin safar yana boshqa studentlar uyini olib chiqamiz, ko'rsatib qanaqa holatda yashashadi, qanaqa yashashadi. Yana bitta tanishimiz bor. Keyingi video ko'rsataman. U nima desa bo'ladi? Bitta katta uyda haqiqatda har xil millatlar yashaydi, birga yashashadi. Xonasi alohida, oshxonasi bitta, dushi bitta shunaqa. O'shanaqa uyda ham ko'rsataman. Bu yerda o'shanaqa uylar populyarniy bo'lib ketgan. Men uyda menga ham misol uchun tushgan, tursang bo'ladi deyishga, men uyda xohlamaganman. Sababi nimagaki, u yoqda ikkita qiz, keyin 3 ta o'g'il bola yashashardi. Endi nima deydi, bizga to'g'ri, xohlasam tursam ham bo'lardi, lekin u narsa bizga ham to'g'ri kelmaydi. Baribir biz bu yoqqa nimaga kelganmiz? O'qigan, ishlagan kelganmiz, shuning uchun. Sababi bu yoqqa keldik, o'qidik, nimadir narsa olaylik, ketamiz, bo'ldi. Boshqa narsa bizga unchalik emas. Yoki qolamiz. Hammada har xil. Iloji boricha nimadir yoqqan bo'lsa xursandmiz. Nimadir qiziqarli narsalar xohlayib turgan bo'lsalar, kommentga yozinglar, kuzatinglar. Undan keyin nima kerak bo'lsa o'sha narsani olib chiqishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.